Yaqinlarim qaranglar. Shundoq ko'chadan kirib kelganda shu yerda jiloy joy bor ekan, ferma qilib qo'yilgan ekan. Общий 30 sotik, xohlasanglar orqasida отдельно bir 14 sotik joyi bor ekan. 14-13 sotik gaz, svet, suv muammo emas ekan. Yana arzonga berib yuboraman deyaptilar. Где-то 60-65 lagan berib yuborar ekanlar. Yuringlar, bir chekkadan ko'ringlar-chi. Qaranglar, kattaligini. Jiloy hujjatlari hammasi bor. Kiraverishda mana bitta xonasi bor. Kattagina. Qaranglar. Bemalol paytda yashab turib, yana bir ikkita xona qursanglar, pechka bor. Hamma qulaychiliklari bor. Mana karavatlarni ham bonusga tashib ketadilar. Go'zal. Bemalol mol, hol, ot, отдельно xohlasanglar, bu yog'iga отдельно uy qilib, orqa tarafinglar molxona qilib olsanglar ham zo'r ekan, lekin qaranglar. Bu qayerda ekan desanglar, Toshkent viloyati, Parkent tumani, Samsaray mahallasiga joylashgan shunday yo'lli yoqasidan bir 20 metr kirasi 239-avtobus yuradi. Bog'cha bor, maktab bor. 13 sotik joy. Qaranglar, bir 12 dur. Adashayotgan bo'lsam agar. Ata 13 sotik deyildi. Yana oldida joy bor, keyingi hozir videoda chiqadi. Hammasi общий 29 sotik ekan hujjatlari bilan. Qaranglar, katta 6 ta xona, bir 300 kvadrat metr jiloy pomisheniyasi, basseynlari hammasi bor ekan. Agar hammasini olsanglar $160 ming ekan. Bu yoni отдельно olsanglar bir 65 ga ham berib yuboraman deyaptilar. Pul zaril, o'shanga arzonroq berib yuboraman deyaptilar. Bu yerda ham bog'cha yaqin, maktab yaqin, bir 1 kilometr pastda o'zi 500 kvadrat metr, 500 gektar joy olib, Samsaray City qurilyapti. Katta qurilish. Mana shunaqa joylar ekan. Ko'chalar asfalt. Hamma sharoit bor, suv bor. Olib kirib qo'yilgan, vodoprovod, hamma sharoitlari bor. Pastda nomer egasini tez aloqaga chiqinglar. Bir ikki kelisha olmasanglar, baxtiyor. Mamunchasini bering, mamunchasini 5-6 oyda berib yuboraman. Olib bering o'rtaga turib desangiz, yaqinimiz o'zimiz olib beramiz. Tepada mana nomerlarim, pastda egasini nomeri. Kanalga obuna bo'ling, mana shunaqa mol holiga qiziqib fermalar qilaman. Yarmini ferma, yarmini uyim qilib qo'yaman degan odamlarga mana zo'r 14 sotik joy. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, videolarni tarqatib qo'yinglar. Biz ketdik.